Sergeli Choshtepa metroning birinchi bekatini shunday yonida, mana metroda uchirayotganlar mana shu metro shunday yonida o'tadi. Choshtepa domlari 12 etажli domning 12-etajda kvadrat metri 37 metr kvadrat bo'lgan kvartiramizni $35,500 egasini nomeri bilan ko'rsatamiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu mana shunaqa kirganimizda kuxniya qismimiz. Bu ko'rishlaring mumkin. Koridor qismimiz bo'ladi. Podyezddan kiraverish qismi. Podyezddan kiraverish eshigi. Kirganimizda mana shunaqa podyezdimizda mana shu podyezdimizni ko'rishlaring mumkin. Ikkita lifti bor. Liftlar ham ishlab turibdi. Kiraverishda koridor. Koridordan kirganimizda mana shunaqa sanuzl bo'ladi. Sanuzlning ham razmeri taxminan 1,5 ga 3 razmerda. Bu esa kuxniya qismimiz. Kuxniyamizda mana ko'chaga qaragan romlari bor. Kuxniyamiz orqasida taxminan 1 metr 1,20 ga 1,5 metr atrofida balkoni ham bor. Ko'rishlaring mumkin. Bu esa ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamizning ham ko'chaga qaragan romlari bor. Ko'rishlaring mumkin. Bu esa ota-onalar yotoqxonasi yoki bolalar yotoqxonasi qilib foydalansa bo'ladi. Bo'lmasa ochib olib katta zal sifatida ham foydalansa bo'ladi. Buni ham zalga qaragan tepasida havo aylanish uchun fortishkalar qilib ketilgan. Narxi $35,500. Ozgina o'tiladigan joyi bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.